Ota-ona o'lganda odam nimaga yig'laydi, bilasizmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga yig'laydi odam? Afsus. Yo'q. O'zingizga rahmingiz keladi. O'shandan yig'laysiz. Bulasiz qolganingiz uchun. Bular o'lgani uchun emas, siz bulasiz qolganingiz uchun yig'laysiz. Egoizm. Har bitta odam shunaqa ekan. Ota-ona o'lganda odam nimaga yig'laydi, bilasizmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga yig'laydi odam? Afsus. Yo'q. O'zingizga rahmingiz keladi. O'shandan yig'laysiz. Bulasiz qolganingiz uchun. Bular o'lgani uchun emas, siz bulasiz qolganingiz uchun yig'laysiz. Egoizm. Har bitta odam shunaqa ekan.